Şeyde 10 nafardan 9 nafar iştirak ediyordu. Hakikaten tasarladılar. Ağzılar, taşlar bir tarafta. Ben buramızda açılı bir anlamı. Namangan Davlat Üniversitesi huzuridagi PhD uchinchi altına karşı 22 Kengash Majlisida tadqiqotchi Ochilova Faridaxon Qudrat qizini 09/00/04 ijtimoiy falsafa hisobida O'zbekiston talaba yoshlarini sog'lom turmush tarziga qadriyatli mazmunli yo'naltirishning ijtimoiy falsafiy asoslari mavzusidagi dissertatsiya himoyasi muhokamaga qo'yilgan. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari doktori professor Zamilova Rimma Ramilevna. Rasmiy opponentlar falsafa fanlari doktori professor Nazarov Nasriddin Ataqulov. Ikkinchi rasmiy opponent falsafa fanlari doktori professor Qurbonova Lola Abdulhamidovna. Yetakchi tashkilot Farg'ona davlat universiteti. Talablar tomonidan topshirilgan hujjatlarning asosiy mazmuni va ularni belgilangan talablarga muvofiqligi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Tadqiqotchi Ochilova Faridaxon Qudrat qizni tarjima bilan ko'rsam. Ochilova Faridaxon Qudrat qizi 1998-yil Namangan shahrida tug'ilgan qizga millat bo'yicha ma'lumot oldi. 2007-yilda Namangan shahridagi 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi a'lo baholarga tamomlagan. 2007-2010-yillarda Namangan shahar aloqa va informatsion texnologiyalar kollejida tahsil oldi. 2013-2014-yillarda Namangan davlat universitetining boshlang'ich ta'lim va sport ta'lim yo'nalishini bakalavriat darajasini o'qitilgan. 2020-2022-yillarda ushbu universitetning ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichini tamomlab, magistr akademik darajasini qo'lga kiritdi. Mehnat faoliyatini 2013-yilda Namangan shahar 6-ilmiy va boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi sifatida boshlagan. 2018-2022-yillarda Namangan shahar 1 davlat ixtisoslashgan maktabida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2022-2024-yillarda Namangan davlat universitetining boshlang'ich ta'lim ijtimoiy jinoyatlar ma'lumot o'qitish metodikasi kafedrasi lavozimida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 2024-yil 5-sentyabrdan hozirga qadar Namangan davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim innovatsiyalar kafedrasida o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Tadqiqotchilik 09/00/04 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha O'zbekiston talaba yoshlarini sog'lom turmush tarziga qadriyatli mazmunli yo'naltirishning ijtimoiy falsafiy asoslari mavzusidagi falsafalar va falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga tayyorlagan dissertatsiyasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy asosiy komissiyasining mavzular bulletinida 2023-sonda 13-79 raqamlari ro'yxatdan o'tgan. Tadqiqot mavzusiga shundan birgalikda qo'llanma bitta ma'naga Olti ilmiy maqola shundan 5tasi Oliy asosiy komissiyasi talablari asosida respublika nashrlarida va bitta xorijiy ilmiy nashrlarda maqolalar chop etildi. Dissertatsiyaning asosiy mazmun mohiyati 3 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida approbatsiyadan o'tgan. Tadqiqot ishi 2025-yilda Namangan davlat universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi 10-sonli muhokamadan o'tgan va tegishli kengashga himoya uchun tavsiya etildi. Dissertatsiya ishi 2025-10-yilda Namangan davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD bitiruvchi olgan raqamli ilmiy kengash toshli institutidan ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etildi. Tadqiqotchi oilada Rahmat. Deputatga savollar bormi? Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Xo'p, so'z dissertatsiyani mohiyati va asosiy holatlarini bayon etish uchun talabgorga. Xo'p, tanishsiz 15 minut reklama bo'yicha. Marhamat. Здравствуйте, уважаемые предприниматели, почетные члены научного совета, коллеги и гости. Вашему вниманию предоставляется диссертационная работа на тему социально-философские основы, ценностно-смысловой ориентации студенческой молодежи Узбекистана на здоровый образ жизни. Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в своих выступлениях подчеркивает: наш долг создать все необходимые условия для того, чтобы каждый гражданин мог вести здоровый образ жизни.
Это включает не только доступ к медицинским услугам, но и воспитание культуры с раннего детства. Крайне важно, чтобы наши граждане осознавали ценность профилактики заболеваний, активного образа жизни. Лишь таким образом мы сможем гарантировать долгосрочное здоровье и процветание нашей страны. Это высказывание подчеркивает острую необходимость не только медицинских и инфраструктурных мер, но и глубокого преобразования общественного сознания, особенно среди молодежи, для которой здоровье должно стать внутренней ценностью и стилем жизни. Актуальностью данной темы является то, что, учитывая рост числа инфекционных заболеваний, широкое распространение вредных привычек, снижение физической активности и нестабильность психоэмоционального состояния, становится очевидным, что формирование у студенческой молодежи здорового образа жизни требует не только информационного просвещения, необходим глубокий философский подход, связанный с переосмыслением ценностей и жизненных целей, что является основной проблематикой нашей работы. Цель исследования состоит в проведении социально-философского анализа ценностно-смысловой ориентации студенческой молодежи Узбекистана на здоровый образ жизни. Объектом исследования выступает процесс формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи Республики Узбекистан. Предметом исследования являются факторы, влияющие на формирование ценностно-смысловой ориентации студентов на здоровый образ жизни. Степень изученности проблемы, основные задачи, новизна исследования, а также сведения о внедрении результатов подробно изложены в автореферате. Первая глава диссертации посвящена социально-философскому базису формирования здорового образа жизни. В первом параграфе мы проанализировали классические и современные социально-философские концепты здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. Важно отметить, что здоровье человека зависит от множества факторов. Примерно 10% определяют гены, 20% окружающая среда, 10% уровень медицинского обслуживания и целых 60% именно здоровый образ жизни. Проблематика здорового образа жизни издавна была в центре внимания всех философов, поскольку здоровье рассматривалось не только как физическое состояние, но и как важнейший аспект внутренней гармонии, упорядоченности бытия, согласия с природой и самим собой. Еще в доантичные времена идея здорового образа жизни получила яркое выражение. В священной книге Авеста, одной из древнейших основ узбекской культуры, подчеркивалась важность чистоты жилища, питания и окружающей среды, как мер профилактики болезней. Зороастрийская заповедь гласит: до того, как болезнь тебя настигнет, искорени ее, отражает понимание здоровья как основы жизни. Идея здорового образа жизни особенно ярко выражена в античной философии. Например, Демокрит связывал здоровье с состоянием эвтюмии, то есть душевного спокойствия и ясности. Сократ утверждал, что нельзя исцелить тело, не затронув душу, подчеркивая их неразделимость. В Риме Гален развивал идею единства тела, души и нервной системы, доказывая влияние эмоционального состояния на физическое здоровье. Мыслители Востока также уделяли внимание идее гармонии тела и духа. А Рози различал физическое и духовное здоровье, отмечая, что телесное благополучие достигается профилактикой и лечением, а нравственное – внутренним самосовершенством. Беруни связывал здоровье с гигиеной, умеренностью, бережным отношением к природе. Во втором параграфе первой главы мы проанализировали ряд зарубежных трудов и концепций и пришли к выводу, что мировая практика свидетельствует, формирование здорового образа жизни как особенной жизненной установки невозможно без прочного социокультурного фундамента и философского осмысления ценностей человеческого бытия. В странах с развитой системой здравоохранения Испании, Швейцарии, Японии потребность здорового образа жизни формируется через интегрированный подход, объединяющий государственные инициативы, образовательные программы и поддержку медицинских учреждений. В Испании забота о здоровье органично интегрирована в культуру и систему образования, формируя устойчивую основу для физического и психоэмоционального благополучия. Университеты, участвующие в программе Международной федерации университетского спорта ФИСУ, реализуют комплексные инициативы, направленные на поддержку здоровья студентов и персонала.
Особое внимание уделяется неформальным практикам, палеотренингу, осознанному питанию, фермерским ярмаркам, популяризирующим экологичные продукты и устойчивое потребление. Концепция слов life, глубоко укоренившаяся в испанской культуре, учит жить настоящее и сохранять внутреннее равновесие. Японская модель здорового образа жизни представляет собой гармоничное сочетание древневосточной философии и современных научных подходов. Основные принципы икигай, ваго, кайдзен формируют мировоззрение человека с раннего возраста. В школах и университетах практикуются внутренние зарядки, коллективные уборки, экологичное питание по принципу хара-хачи-бу. Эти практики приучают молодежь к ценности внутреннего и внешнего равновесия. Медитативные традиции дзен и особенное отношение к пище укрепляют культуру внимательности и заботы о себе как части единого мира. В странах переходной экономики, таких как Узбекистан, Россия, Китай, Индия, процесс формирования потребностей в здоровом образе жизни носит комплексный характер и определяет совокупность социально-экономических и культурных факторов. Эти факторы отражают особенности национальной философии, восприятия здоровья и представления о коллективной ответственности. Во второй главе рассматриваются социально-философские и культурные условия, влияющие на формирование здорового образа жизни у студенческой молодежи. Государственная молодежная политика определяет здоровье как стратегический приоритет, что отражено в законе Республики Узбекистан о государственной молодежной политике. Формирование культуры здоровья осуществляется через профилактику вредных привычек, развитие физической активности, рациональное питание, экологическая осознанность и самосохранительное поведение. Эти направления реализуются в рамках государственных инициатив, например, Геоштаки или ЖГМС, либо цифровой платформы «Здоровый образ жизни». И общенациональная, и недавно была принята общенациональная кампания, которая называется «Здоровый человек, здоровая нация». Она продвигает ценности физической активности, правильного питания и экологической ответственности через медиа, образование и социокультурные проекты. Во втором параграфе раскрывается значение формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных ценностей, а также их роль предупреждения распространения вредных привычек среди студентов. В исламской традиции здоровье понимается не только как физическое состояние, но и как проявление нравственности и силы духа. Великий врач-философ Абу Али ибн Сина подчеркивает, сохранение здоровья – первая ступень на пути к достижению мудрости. Вредные привычки, курение, алкоголь, наркотики, цифровая зависимость разрушают эту основу, ослабляют волю, лишают ясности ума и внутренней опоры. Вредные привычки противоречат исламским ценностям, стремлению к чистоте, умеренности, пользы для общества. Они ведут к утрате моральных ориентиров, формируют пассивное и зависимое мышление. Чтобы противостоять этому, необходимо воспитывать у молодежи внутреннюю культуру, духовную стойкость и ответственность. Учебные заведения играют ключевую роль в этом процессе. Этические курсы, мероприятия по здоровому образу жизни, обсуждение наследия исламской философии, суфийские учения, современный вызов — все это помогает студентам воспринимать здоровье не как обязанность, а как личную ценность. Высшие учебные заведения играют центральную роль в формировании гармонично развитой личности, создавая условия для укрепления здоровья, содержательного досуга и профилактики деструктивного поведения. Вузовская среда способствует воспитанию культуры здоровья через спортивные и культурные просветительские мероприятия, например, универсиады, спартакиады. Например, есть проект «Студент Беги». В результате проведенного социально-философского исследования были получены следующие основные научные выводы. На основе анализа классических современных философских концепций здоровья обосновано, что здоровый образ жизни необходимо рассматривать не только как совокупность поведенческих практик, но прежде всего как осмысленный способ существования, направленный на внутреннюю гармонию, самореализацию и ответственное взаимодействие с социумом. Ценностно-смысловая ориентация студентов на здоровый образ жизни формируется на пересечении традиционных культурных норм современных глобализационных вызовов. Именно в условиях взаимодействия культуры с корнем социальной трансформации
Философия выступает как средство осознания, интерпретации и интеграции ценностей здоровья, стимулируя развитие критического мышления, самоидентичности и личностной ответственности. Формирование здорового образа жизни в современном обществе предполагает осознанное объединение нескольких ключевых принципов. Например, это рациональное и сбалансированное питание, двигательная активность, регулярные физические нагрузки. Половое воспитание помогает формировать зрелые и ответственные отношения, способствует гармонии личной социальной жизни. Состояние психоэмоционального равновесия, отказ от вредных привычек, соблюдение личной и общественной гигиены. Семья и культура, самоорганизация выступают как основа формирования привычек, порядочного образа жизни и телесно-духовной личности. Спасибо за внимание. Ulardaki geçenler tatbikat çözü çıkışını yakınladı. Marka sağlığı kimde var? Profesör İsmail Mesut. Tamam, birinci savun Udaylar var. O şahar şuan orasındaki tamamlandılar. Sağlam tutmuş tanzige şüpheci konusunda tam da tasdik koşulmakta. Перевести ikisi olarak var, ikisi yok. Hatta ikisi yani ikisi sağlam tutmuş tarzıya tasdik kılıcı konudan onunla bağlı. Onların içinde en usta ahlakiyeye geldiği karşısında da bir sohbet. Спасибо большое за вопрос, Игнатий Максимович. На первый вопрос ответ такой, что в городах урбанизация стимулирует интерес у молодежи к физическим упражнениям, к спорту. Например, вот в всех городах сейчас открыты различные коворкинги, бесплатные фитнес-места, где молодежь бесплатно могут заниматься спортом. Помимо этого, организовывать различные велопробеги, марафоны. Это именно в городской среде. Различные организовываются спортивные мероприятия. Также в сельских районах вот как раз-таки отсутствие спортивной инфраструктуры мешает ведению современности. И в основном физическая активность, она основана на еде. И какие факторы влияют? Для поддержания здорового образа жизни в студенческой молодежи основные факторы – это, конечно же, семейное воспитание. Потому что именно в семье закладывают самые первые основы режима дня, гигиены и здорового питания. Также уровень валеологической культуры, наличие внутренней мотивации и самодисциплины, рациональное питание, также физическая активность и, конечно же, экологическая культура. Да. Marhaba deneyimde sağlığı Profesör Ganiyev Mesut. Спасибо за ваше выступление. У меня появилось тоже несколько вопросов от человека разных цен. Так, у меня первый вопрос. Какие именно социально-философские подходы вы используете для раскрытия категории здорового образа жизни? Можно сказать, продолжение вопроса. Второй вопрос у меня. На основе каких категорий вы усовершенствовали свое исследование и в чем заключается их новизна? Научная новизна, то есть. Успели? Спасибо мне за вопросы. Спасибо Все большое. понятно, да, вопрос? Понятно. Спасибо большое, Александр Дианович. Прежде всего, мы, конечно же, опирались на аксиологические подходы, которые позволяют рассматривать здоровье как важнейшую жизненную ценность и проявление нравственного выбора.
Второй подход – это экзистенциальный подход. Показывает, что забота о здоровье – это форма личной ответственности и способ придания жизни смысла. И третий подход – это герменевтический. По многость культурные и духовные значения здоровья в контексте узбекских традиций, умеренности и внутренней гармонии. И, наконец, самый важный – это социально-культурный подход. Он позволит учесть влияние семьи, образования и общественных институтов при формировании здорового образа жизни. Основные категории, которые мы совершенствовали в процессе диссертационной работы, это то, что вот вредные привычки мы заменили понятием аддиктивное поведение, что позволяет рассматривать зависимости как отклонение от ценностно-смыслового ориентирования. Вторая категория – это, конечно, гигиена. Это мы ее представили как культуру телесной ответственности. Третье понятие – это пропаганда здорового образа жизни. Мы трансформировали ее как понятие ценностно-смыслового просвещения и совместили понятие эвдемонии и коллокогатии в понятие гармонии духовного и телесного развития. Спасибо большое. Я таким советом. Профессор Мамат Хесус. Да, мы внимательно послушали вас. У меня возник такой вопрос. В чем заключается роль религиозной этики формирования ценностных ориентиров студентам на здоровый образ жизни? Если имеете в запасе примеры, так можете нам предложить их. И второй вопрос. Чем ваша научная... Вы привели здесь очень много примеров, первоисточников, авторов научных работ. Чем отличается ваша научная работа от ранее изданных на эту тему? Вопрос понятный? Спасибо, Мамаджан Ахмаджанович, за вопрос. На первый вопрос я отвечу так, что ислам это религия истинной человечности. В ней описываются основные добродетели, относящиеся к человеку, такие как доброта, забота друг о друге, нравственность, духовность, совесть, скромность. И в религии говорится, что здоровье – это аманат перед Аллахом, который мы должны беречь и сохранять. Основные практики в исламе – это в первую очередь, конечно же, намаз. Да? Намаз – это с научной стороны это идеальное физическое упражнение. Учеными доказано, что человек, который читает намаз, намного, вот, скажем так, в пожилом возрасте, намного здоровее того, кто не читает. Потому что вот именно вот эти вот движения, они способствуют предотвращению профилактики различных заболеваний кишечного тракта, остеохондроза и дальше. Также есть несколько вот хадисов Ибн Ахмада, который говорит, что какую болезнь не послал Аллах, он обязательно посылает исцеление от нее. И если приходит болезнь, то это в первую очередь, это значит, нужно в этот период обратиться к себе. Потому что вы в какой-то момент забылись, да, слишком трудились и забыли о том, что нужно вернуться к себе, к заботе о своем теле. Касаемо второго вопроса, еще вот держание поста. Вот во время уразы тоже вот этот вот период, когда организм самоочищается. И сейчас даже медицина многие болезни лечит голоданием. Вот это тоже основной аспект. И второй вопрос. Чем отличается наша работа? То, что до этого исследования были изучены именно как
просто о воздействии здорового образа жизни. Но именно никто вот, о ценностном ориентировании не проводил работу. О том, что вот здоровье воспринимается как ценность среди молодежи. Об этом не было написано работ именно в Узбекистане. Поэтому это все находилось на начальной стадии. Мы продолжили эту работу, и благодаря этим вот, внедрению национальных, социокультурных и религиозных ценностей описали как раз-таки, да, аксиологических вот, аспектов. Мы показали, что важно для молодежи воспринимать здоровье именно как ценность. Спасибо за вопрос. Yana kimda savoli bor? Marhamat. Professor Dehqonov. Hurmatli tadqiqotchi, ikkita savolim bor edi. Birinchisi, sog'lom turmush tarzini mohiyati va qadriyatli mazmunini chuqurroq anglashda qaysi falsafiy kategoriyalar yordam beradi? Birinchisi. Ikkinchisi, talabalarda sog'lom turmush tarzi haqidagi tasavvurlarni shakllantirishda qaysi qadriyatlar asosiy omil bo'lib xizmat qiladi? Rahmat. Спасибо за вопрос, Нариман Бурханджанович. Самые основные категории, это, конечно же, слово ценность, да, смысл, гармония, ответственность, воля, также благополучие и свобода выбора. Основные ценности, на которые опирается, да, формирование здорового образа жизни, это, конечно же, в первую очередь, это первый институт, где мы рождаемся и растем, это семейные ценности. Второе – это духовно-религиозные ценности, которые мы вот до этого обсуждали, и это трудовые ценности, потому что у узбекского народа основные принципы, они основаны на таких принципах, как дружба, единство, общность. И следующее – это вот нравственные, этические, эстетические ценности, образовательные, интеллектуальные ценности, патриотические ценности, что важно, и, конечно же, экологические ценности. Hurmatli kengash a'zolari, yana savollar bormi? Menimcha yetarli. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Xo'p. So'z ilmiy rahbar pedagogika fanlari doktori professor Zaminova Rima Ramilovnaga. Mikrofon. Rahmat. Hop, dissertatsiya bajarilgan muassasa va ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilot taqrizi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoritlari bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan boshqa taqrizlarni o'qib pishtirish uchun so'z ilmiy kotibga marhamat. Dissertatsiya bajarilgan muassasa ilmiy seminar xulosalasi yetakchi tashkilot taqrizi va dissertatsiya avtoritlari o'tsa, dissertatsiya ishi Namangan davlat universiteti 2025 yil 2-yillik o'rtacha hisobli kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilingan tegishli kengashga tomon uchun tavsiya etildi. Shuningdek, dissertatsiya ishiga 2025 yil 10-iyulda Namangan davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD raqamli ilmiy kengash boshida ilmiy seminar muhokamasi o'tgan. Ilmiy seminar bayonnomasi mavjud. Bayonnomaga ilmiy seminarda esa falsafaning doktori professor ilmiy kotib Datsin Sodirjonov tomonidan imzolangan hamda universitet ilmiy ishlar va innovatsiyalar uchun kollektiv nazar tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy seminar ochiq va Ilhom Qudrat qizning tadqiqot ishi tugallangan, yaxshi ko'rinishligiga o'tgan, dollardagi zarurati nazariy va amaliy ahamiyatda bajarilgan ishlar ta'siri chop etilgan maqolalar soni bilan doktorlik dissertatsiyasi uchun qo'yilgan talablarga javob beradi deb hisoblangan. Tavsiya etgan. Tadqiqotchining dissertatsiya ishiga Farg'ona davlat universiteti yetakchi tashkilot sifatida xulosa berdi. Tadqiqot ishi Farg'ona davlat universiteti gumanitar fanlar fakultetida 2025 yil 6-oktyabrdagi 2-sonli majlisda muhokama qilinib, himoyaga tavsiya etildi. Majlis raisi falsafalar doktori professor Siddiqov, doktorat falsafalar uchun falsafa doktori PhD Mirza Rahimovlar, taqrizchilar falsafalar doktori Yo'ldashev,
va falsafalar doktori G'ulomjon. Xulosalar ijobiy, ayrim kamchilik va takliflar keltirilgan. Birinchidan, dissertatsiyaning kirish qismida muammoning o'rganilganlik darajasini kengroq iqtiboslar bilan o'rganilgan olimlar ishlarida ta'lim jarayonining qaysi jihatlarini, tadqiqotchi qaysi jihatlarni o'rganganligini ochib bersa yanada yaxshiroq bo'lardi. Ikkinchidan, tadqiqotchi xorijiy davlatlar va faylasuf olimlarning muammoga doir asarlardan yanada kengroq foydalanishi lozim edi. Uchinchidan, dissertatsiyaning xulosa qismida mavzu yuzasidan aniq va muammo yechimiga qaratilgan xulosa va takliflar berilganda ishning saviyasi yanada oshgan bo'lardi. Xulosalar juda umumiy ma'lumotga ega bo'lib qolgan. Keltirilgan kamchiliklar saviyada mustaqil yozilgan va tugallangan tadqiqot ishining umumiy ijobiy bahosiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmaydi deb xulosa qilingan va tadqiqotchi falsafa doktori ilmiy darajasi olishga loyiq deb hisoblangan. Dissertatsiya vaqti rivoyatga quyidagi mutaxassis tadqiqotlarda ta'kidlandi. Akademik G'ofurov nomli Xo'jand davlat universiteti professori Mirzozoda, Benxa universiteti Misr informatika bo'yicha falsafa doktori Ismoil, Afg'on davlat universiteti professori Abdumalikov, Respublika ma'naviyat va manfaat markazi Buxorovilar bo'lim boshlig'i falsafalar doktori Faridov, University of Business Toshkent filiali direktori falsafalar bo'yicha falsafa doktori Xudoyberganov, Xalqaro universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti dekani falsafalar bo'yicha falsafa doktori Muhammedov, Renessans ta'lim universiteti falsafalar doktori ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrasi dotsenti Abdullayev, Andijon davlat texnika universiteti falsafalar bo'yicha falsafa doktori dotsenti Aripovlar tomonidan taqiqlangan, taqizlar ijobiy quyidagi tavsiyalar berilgan. Ayrim arxeologik va stilistik xatoliklar uchrashi, foydalangan adabiyot bazasini biroz kengaytirish lozimligi, ishning dolzarbligiga to'liq xulosada yanada ko'proq tahlil tavsiyalar berilishi, ishning samaradorligiga oshiga xizmat qiladi deb xulosa berildi. Xulosa sifatida aytishimki, barcha tahlillarda qonunning dolzarbligi, olingan natijalarning ilmiy amaliy ahamiyati ijobiy baholangan va tadqiqot so'ngida tadqiqotchini 09.00 ijtimoiy fanlar ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblashdi. Tadqiqot ishi o'ta amaliy natijasi joriy qilingan. Shu bilan birgalikda MBX davlatlardan bitta taxassisga tushgan. OIQ saytida tadqiqot mavzusi 22 sentyabr 2025 yilda e'lon qilindi. Rahmat. Bu xulosalarda qizlarga munosabat bildirish uchun tadqiqotchiga so'z. Уважаемые претенденты, благодарим вас за уделенное время, внимательное изучение нашей диссертационной работы, реферата, рецензии, ценные замечания, рекомендации. Мы обязательно их учтем в дальнейшем наших исследованиях. Rahmat. So'z dissertatsiya bo'yicha birinchi rasmiy abonent falsafa fanlari doktori professor Nazarov Nasriddin Ataqulovichga. Marhamat, Nasriddin Ataqulovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir marta hurmatli ustozlar, sizlarning ijozatlaringiz bilan dissertatsiya rus tilida yozilganligi bois meni chiqishimni rus tilida qilib bersam. Xullas, диссертационное исследование Ачеловой Фаридахон Кудратқызы представляет собой глубокое философское, аргументированное и социально значимое научное исследование. Эта работа направлена на осмысление проблем формирования у студенческой молодежи Узбекистана устойчивых ценностно-смысловой ориентаций, связанных с культурой здорового образа жизни. Выбор темы обусловлен современными социальными реалиями и стратегическими задачами государства в области воспитания гармонично развитой личности. В условиях глобализации, техногенных вызовов и усиления цифрового влияния на создание молодежи проблема здоровья приобретает философские измерения, вступая не только как биологическое или медицинское состояние, но как ценностная и смысловая категория человеческого бытия. Актуальность темы диссертации автор обосновывает в контексте государственных реформ и стратегических документов,
касающихся развития системы образования, физической культуры и молодежной политики. Это страница 3 и 5. Диссертант справедливо отмечает, что здоровье как социальный феномен требует осмысления в системе категорий философской культуры, аксиологии, антропологии и социальной философии. В этом аспекте работа выходит за рамки традиционного понимания здорового образа жизни и раскрывает его как ценностно-интегративное состояние личности, выражающее ее отношение к миру, к обществу и к самой себе. Первая глава диссертации «Социально-философский базис формирования здорового образа» это страница 15 и 53. Имеет ярко выраженный теоретико-методологический характер. Здесь диссертант проводит последовательный анализ эволюции представления о здоровье и в мировой и отечественной мысли. На основе трудов античных философов, мыслителей Востока, представителей Средневековья и нового времени автор показывает, как понятие здоровья трансформировалось от натуралистического понимания к аксиологическому и экзистенциальному измерению, где здоровье предстает как гармония физического, психического и духовного начала человека. Значительный интерес представляет параграф под названием «Мировой опыт формирования потребностей в здоровом образе жизни». Это 1 глава, 2 параграф, страница 35 и 43, в котором диссертант проводит сравнительно-философский анализ международных практик, демонстрирующих, как философские идеи здоровый образ жизни воплощаются в реальные образовательные и культурные инициативы. Автор рассматривает опыт Испании, Японии, Китая, Индии, России и других стран, подчеркивая, что успешные стратегии формирования культуры здоровья всегда опираются на философию человека, на понимание его духовной природы и социальной ответственности. В исследовании особо выделено значение образовательных инициатив ведущих мировых университетов, где идеи здорового образа жизни интегрированы с воспитательным и академическим процессом. Особое внимание уделено раскрытию содержания базовых понятий, как здоровый образ жизни, ценность, философия здоровья. Диссертантам дается их философское осмысление, уточняются смысловые границы и взаимосвязи между ними. Это страница 21-24. Соискатель аргументированно раскрывает значение таких категорий, как гармония, самопознание, социальный иммунитет, культура здоровья, трактуя их в контексте философской антропологии и аксиологии. 2 глава диссертации, это страница 55 и 92, посвящена всестороннему анализу социально-философских условий, способствующих формированию ценностно-смысловой ориентации студенческой молодежи на здоровый образ жизни. Здесь автор демонстрирует глубокое понимание взаимодействия духовных, культурных и институциональных факторов, определяющих процесс становления личности в условиях современного общества. Диссертант обоснованно исходит из того, что культура здоровья не возникает стихийно, а формируется под влиянием совокупности социальных детерминантов. Это образовательные среды, культурные традиции, государственной политики и медийного пространства. В философском контексте эти детерминанты интерпретируются как социальные формы воплощения ценностей. На страницах 63-70 автор вводит понятие социально-философская экология личности, обозначая им систему отношений, направленных на гармонизацию взаимодействия человека с обществом, природой и самим собой. Это философское нововведение
представляет значительный интерес для дальнейших исследований в области аксиологии и социальной философии. Третья глава диссертации, это 94-134, является логическим и содержательным продолжением второй главы. Она носит аналитико-практический характер и посвящена выявлению механизмов реализации ценностно-смысловой ориентации студенческой молодежи на здоровый образ жизни. Начало главы – это страница 90-95. Автор на основе социологических данных раскрывает особенности восприятия молодежи понятий здоровья и здоровый образ жизни. Анализ анкетированно показывает, что для большинства студентов здоровье ассоциируется не только с физическим состоянием, но и с внутренним равновесием, социальной активностью и духовной гармонией. Такой подход подтверждает актуальность философского понимания здоровья как интегративного феномена человеческого бытия. На странице 131 диссертант подробно описывает разработанную им модель формирования ценностно-смысловой ориентации, включающий когнитивный, эмоционально-мотивационный и деятельностно-практические компоненты. Автор предлагает целостные системы мер, направленных на гармонизацию физического и духовного развития личности, на усиление роли преподавателя как носителя здоровья, сберегающих и нравственных ценностей. Особое место занимает идея формирования социального иммунитета студенческой молодежи, понимаемого как способность к саморегуляции, саморазвитию и осознанному выбору здоровых жизненных стратегий. Это страница 134. Заключение диссертации, это 136-139. Логически завершает исследование, обобщая результаты и формулируя конкретные выводы. Соискатель делает акцент на том, что философия здорового образа жизни в современном обществе должна рассматриваться не как совокупность отдельных действий, а как форма бытийственного самовыражения личности, как путь к внутренней гармонии и социальной ответственности. Несмотря на вышесказанных, на высокий уровень исследования, можно высказать ряд рекомендаций. Во-первых, в контексте стремительного развития цифрового общества целесообразно было бы глубже проанализировать влияние социальных сетей и информационных технологий на формирование ценностных установок студенческой молодежи. Во-вторых, в некоторых параграфах наблюдается неравномерность стиля изложения. Рядом с академически выдержанными фрагментами встречаются более публицистические формулировки, что снижает целостность философского дискурса. В-третьих, в тексте встречаются некоторые повторяющиеся определения понятия здоровья в разных контекстах, например, в страницах 19, 52 и 90. Для повышения теоретической четкости было бы полезно объединить их в единую философскую дефиницию и вынести в категориальный аппарат диссертации. В-четвертых, в тексте это страницы 85, 118, встречаются стилистические повторы словосочетаний, как в современном обществе, в процессе формирования, в условиях глобализации. Их можно слегка варьировать, чтобы повысить выразительность и плавность академического изложения. А также в списке литературы встречаются источники старше 20 лет. Например, это 22-й, 32-й, который изложено, что 90-й год выпуска, а в 35-й 96-й год, в 40-м 1944 год.
который желательно дополнить более актуальным, свежими, если можно сказать, исследованиями. Высказанные замечания носят, конечно, рекомендательный характер и не умаляют теоретической глубины и практической значимости диссертационной работы. В целом, следует подчеркнуть, что диссертация Ачиловой Фаридахон Кудратқызы социально-философские основы ценностно-смысловой ориентации студенческой молодежи Узбекистана на здоровый образ жизни представляет собой завершенное, оригинальное и научно обоснованное исследование, отличающееся концептуальной цельностью, логической структурой и уровнем философской культуры, и в полной мере соответствующим требованиям к диссертациям на соискание ученой степени доктора философии, PhD, установленным Высшей аттестационной комиссией, и заслуживает присуждения ученой степени PhD по специальности 090004 «Социальная философия». Спасибо за внимание. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat Nasir Davtoqulович, olisona bergan tahlilingiz uchun. Endi so'zni Rahmat. beramiz. Birinchi rasmiy apparat fikrlariga munosabat bildiramiz. Marhamat. Уважаемый Насир Давтоқулович, выражаю вам огромную благодарность за уделенное время, внимательное изучение нашей работы, за ценные замечания и рекомендации. Мы обязательно их учтем в последующих наших исследованиях. Благодарю вас. Rahmat, teşekkür ederim. Endi so'zni ikkinchi rasmiy Alsan fanlari doktori Andijon davlat universiteti professori Qurmonova Lolaxon Abdulqodirovlarga beramiz. Marhamat, Lolaxon. Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Я сделала презентацию свою на узбекском. Это государственная будет, один студент на русском, а я на узбекском. Да? Ushbu tadqiqotchimiz, ya'ni Ochilova Faridaxon Qudratqizini mavzusi judayam hozirgi zamon uchun, ya'ni yoshlarni siyosat uchun muhim ahamiyatga ega deb hisobladim. Sababi O'zbekistonda talaba yoshlarni aynan mavzuga e'tibor bersangiz, u chegara o'zini chegarasiga ega, ya'ni talaba yoshlarni sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan bog'liq masalalarni o'rtaga tashlaydi va aynan sog'lom turmush tarzini shakllantirish ham ruhan, ham ma'nan, ham tibbiy nuqtai nazardan bugun shu zamonni zayli bilan deymiz, ya'ni global o'zgarishlar, bu ham tibbiy yoki tabiiy yoki o'sha global ma'noda madaniy yoki ma'naviy, ruhiy, diniy ahamiyatga ega bo'lgan tahdidlarni hisobga olgan holda mavzuni dolzarbligi ahamiyatli ekanligini ifodalamoqchiman bir so'z bilan aytganda. Bugungi masalan kunda mamlakatimizda yoshlarni sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda davlat dasturlarini yoki konsepsiyalarni, ya'ni davlat tomonidan ishlab chiqilgan yoshlarga oid konsepsiyalarni yoki milliy tadqiqot strategiyamizni asosiy mohiyati ham aynan mana shunday mazmunni o'zida ifodalaydi. Xo'p, ikkinchidan aytadigan bo'lsak, ushbu ish aynan ontologik omil sifatida inson mavjudligi bilan bog'liq, ya'ni uning salomatligi, uning gender xususiyatlari va inson masalasining borliq bilan o'zaro inkos etishi masalalari aynan mavzuni ontologik xususiyatlarini ifodalab beradi. Xo'p, shuningdek, uchinchidan sotsial omil demak ifodalangan ishda sotsial omil, ya'ni bu ijtimoiylashuv jarayoni aynan talabalarni demak mavjud muhitda ham axloqiy jihatdan, ya'ni etosfera axloq muhitini shakllanishi bilan bog'liq masalalarga munosabati o'lchov sifatida olinyapti. Bu ham o'sha aynan sotsial omil sifatida ahamiyatli deb hisoblayman.
Hop, shuningdek, bundan tashqari zamonaviy global muammolar mavzuda aks etgan, ya'ni u giyohvandlik yoki alkogolizm bilan bog'liq munosabatlar, internet qaramligi, shuningdek ommaviy madaniyatni salbiy xususiyatlari, ularni insonni demak ruhiyatiga va aynan dissertatsiyada ifodalangan afzal qadriyatlarga nisbatan tahdidi demak ko'rib chiqilgan. Ya'ni afzal qadriyatlar deganda albatta biz bilamiz, bu yerda ular oilaviy munosabatlar, umuman olganda ijtimoiy demak tenglik masalalari, ya'ni gender munosabatlarini aynan o'sha afzal qadriyat sifatida ochib berishga harakat qilgan. Hop, dissertatsiyaning birinchi bobida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ijtimoiy falsafiy asoslari deb baholanyapti. Albatta, ular asoslarini o'sha qadimgi Yunon, Rim hamda Sharq mutafakkirlarining falsafiy qarashlari, ayniqsa mana shu Avespo bilan bog'liq yoki Yunon faylasuflarini Suqrot, Aristotellarni aynan insonni demak ruhiy salomatligi bu o'zini anglashi bilan bog'liq ekanligi, ya'ni o'zini anglash, olamni anglash darajasida mohiyatdan shakllanganligi, ya'ni o'zini bilgan inson, anglagan insongina olamni anglay oladi degan demak voqelik aynan bugungi davrga ko'chirilgan dissertant tomonidan va bu juda ham chuqur falsafiy ahamiyatga ega deb hisoblayman. Hop, zamonaviy konsepsiyalar sifatida demak o'sha aynan ezoterik masalalar, empirik dunyoqarash yoki bo'lmasa o'sha ishda antropologik, elitologik xususiyatlar bayon qilinyapti va bu yerda elitologik munosabatda biz kuzatyapmiz insonni qaysidir mavqei yoki kelib chiqishiga nisbatan emas, aksincha uni axloqiyligi elita darajasiga ko'taryapti. Ya'ni shaxsni elita darajasi bu uni axloqiy mezonlariga, demak dunyoqarashiga va shaxs sifatida shakllanishiga bog'liq ekanligi va bu talaba yoshlarni demak tarbiyasida muhim ekanligi kabi munosabatlar dissertatsiyani asosiy mag'zini tashkil etadi. Hop, ikkinchi bobda aynan O'zbekistonda talaba yoshlar demak orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishni ijtimoiy va tabiiy shart-sharoitlari ochib berilyapti. Albatta, bugungi kunda jamiyatimizda yoshlarga nisbatan demak qo'llanilayotgan demak imtiyozlar va ularni demak salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar va ularni demak sintezi sifatida albatta germenevtik hamda sinergetik tahlillar bayon qilinyapti. Ya'ni bu o'sha jamiyatda demak ijobiy yoki salbiy holatlarni oqibatlari va ularni demak bartaraf etish yoki aksincha ijobiylarini demak targ'ibot darajasida shakllantirish masalalari ilmiy yangilik sifatida berilyapti. Tadqiqotni demak uchinchi bobida O'zbekiston talaba yoshlari sog'lom turmush tarziga qaratilgan demak qadriyat ma'no yo'nalishining ijtimoiy falsafiy tahlili deb nomlanyapti. Bu yerda aynan qadriyatli munosabat, ya'ni aksiologik munosabat, ya'ni jamiyatda demak o'sha yoki talaba yoshlar orasida qadrsizlanish masalalari ham ko'tarilgan. Demak, qadrsizlanish masalalari aynan o'sha axloqsizlik yoki mana shu insondagi shaxsiy o'ziga xos bir manfaat ortidan demak shakllangan dunyoqarash masalalari falsafiy jihatdan tahlilga berilgan. Bu bo'limda aynan masalan qadimgi manbalar sifatida Qur'oni Karim, hadislardan foydalanilgan va albatta demak bu yerda insonni eng oliy maqomi bunday inson bo'lib yaralganligi ekanligi to'g'risida ta'limotlar bor. Sababi azbaroyi insonni o'yin uchun yaratmamışlar, uning amali ulug' va buning uchun buyuk xatar bordir mazmunidagi o'sha Qur'on bilan bog'liq manbalarda
aynan insonni inson bo'lib yaralishligining o'zi buyuk amal ekanligi va inson bo'lib qolishi uchungina buyuk xatar bor ekanligi. Ya'ni boshqa masalalarda emas. Aynan axloqiy, demak, yuksak fazilatga ega bo'lgan shaxs bo'lib qolishimiz uchun buyuk xatar bugun amal qilishi, ya'ni o'sha insoniyatga qarshi turuvchi omillar. Bularni demak tahlili aynan 3-bobni o'ziga xos ijtimoiy, falsafiy yoki o'sha germenevtik nuqtai nazardan, ya'ni matnlarga yuklangan ma'nolarni, ya'ni qadimgi manbalardagi matnlarga yuklangan ma'noni bugungi davr yoki yoshlar uchun ahamiyatli ekanligini tahlili kuzatiladi. Bu aynan 3-bobni o'sha yangiligi sifatida qabul qilinadi va bu yangilikda o'z ifodasini topadi. Xo'p, endi yangiliklarga ko'pchilik yonimizda ham turibdi, e'tibor qaratadigan bo'lsak vazifalari, maqsadi juda ham ixcham va bugungi davr uchun ahamiyatli qilib olingan. Masalan, sog'lom turmush tarzida demak qadriyatlar komponentlarini oilaviy va diniy demak tarbiya bilan uyg'unlashtirish masalasi birinchi yangilikda berilyapti. Albatta oila albatta bu axloqiy muhitda shakllanadi va xulq, odob, axloq, ya'ni o'sha eng yuksak kategoriya sifatida axloq u hamjamiyat mazmuniga ega bo'ladi va bu albatta oilada shakllanadigan teoriya yoki g'oya ilgari surilgan. Xo'p, ikkinchisida demak aynan talaba yoshlar markaz sifatida olinyapti. Ularni emotsional yoki konseptual yoki o'sha empirik dunyoqarashi yoki ijtimoiy gigiyenik demak tarbiya bilan bog'langan holda demak ahamiyatga ega bo'lishi masalalari yangilik sifatida belgilanyapti. Xo'p, uchinchisi demak jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning jismoniy holatlari yoki o'sha aynan atrof muhit bilan bog'liq munosabatlarda uning shakllanishi yoki aql va ruh o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro aloqadorligi yangilik sifatida izohlangan. Bular aynan o'sha sintetik xususiyatga ega bo'lyapti va o'sha masalan xaosdan tartib, ya'ni o'sha borliqda misol keltiradigan bo'lsak, bitta chinorni bargini tersangiz 100 xil bo'lishi mumkin. Vaholanki bitta chinorni bargi. Xuddi shu tartibsizlik aynan borliqdagi tartibning ifodasi ekanligi va bu yerda ruhiy, aqliy yoki tabiiy munosabatlar aynan sinergetik xususiyatga ega ekanligi bayon qilinyapti. Xo'p, oxirgi yangilikda globallashuv sharoitidagi demak yoshlarni dunyoqarashi demak yangilik sifatida ifodalanyapti. Bu nima deymiz, o'lmas mavzu, globallashuv, global muammolar, bu erk bilan bog'liq, qadriyat bilan bog'liq yoki shaxsiyat bilan bog'liq masalalar va insonni demak bu olamda demak inson sifatida yashab qolishi bilan bog'liq munosabatlar. E'tibor bersangiz, dissertatsiyada aynan talabalar bilan bog'liq munosabatlar, lekin ichkarisida aynan ijtimoiy, falsafiy, ontologik xususiyatlar metodologik asosga qo'yilyapti. Bu dissertatsiyaning yutug'i hisoblanadi. Shu bilan birga ayrim demak kamchiliklarni ifodalamoqchiman. Demak, birinchisi aynan ishda metodologik demak nuqsonlarni ayrimlari, ya'ni ba'zi joylarda muallif demak umumiy nazariy tahlil bilan cheklangan. Demak, materiallarda ishni daliliy ifodasi yetishmaydi. Mana shu narsalarni to'ldirish maqsadiga muvofiq, masalan, ayrim zamonaviy falsafiy yondashuvlar, masalan, postmodernizm yoki biopolitika yoki texnofalsafa kabi demak tahliliy obyektlar mazmunan o'sha isbotlar bilan to'ldirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, ikkinchidan dissertatsiyada keltirilgan ilmiy metodlar batafsil demak ko'rsatilib, ularni afzalligi va cheklovlari taqqoslab berilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi.
Uchinchidan, ijtimoiy muhitda zararli odatlarni demak targ'ib qiluvchi axborot oqimiga qarshi immunitetni shakllantirish mexanizmlari real voqelikka nisbatan demak ma'nan kuchsizroq ifodalangan. Demak o'sha aynan uni obyektlarini topish va uni subyektiv omil bilan bog'lash zaruratga aylanadi. Xo'p, to'rtinchidan, ishda sog'lom turmush tarzini shakllantirish ijtimoiy-iqtisodiy holat, ya'ni ta'lim, madaniyat, infratuzilma, atrof muhit, siyosiy aspektlar masalalari demak o'sha aynan ishsizlik muammolari bilan yoki ularni ijtimoiy kelib chiqishi masalalari bilan yoki jamiyatdagi adolat, tenglik yoki o'sha resurslarni yetishmovchiligi masalalari bilan qiyosiy tahlil qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, beshinchidan, dissertatsiya va uni avtoreferatida demak stilistik, ortografik demak xatoliklar, juz'iy xatoliklar, kamchiliklar kuzatiladi. Umuman olganda, Ochilova Faridaxon Qudrat qizini 09/04 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha O'zbekiston talaba yoshlarini sog'lom turmush tarziga qadriyatli mazmunli yo'naltirishning ijtimoiy falsafiy asoslari mavzusidagi falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi uslubiy ravon, mazmunan qo'yilgan maqsadlarga erishilganligiga ko'ra o'ziga xoslik kasb etadi. Ayni shu ma'noda mazkur dissertatsiya unga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Tadqiqotchi 09/00/04 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Поздравляю с руководителем тоже. Это компактный оформлен. И вот как методологически обосновано все. Спасибо большое. E'tiboringlar uchun rahmat. Allohga Abdulqodirni xolisona bergan taqdiringiz uchun rahmat. Xo'p, endi so'zni tadqiqotchiga beramiz. Ikkinchi rasmiy opponent fikrlariga munosabat bildirish. Rahmat. Уважаемая Алла Абдухамидовна, выражаю вам благодарность за то, что вы приехали. Спасибо вам огромное за подробную рецензию, конструктивные замечания. Ваши замечания и рекомендации очень ценны для нас. И, конечно же, мы их учтем в наших будущих исследованиях. Rahmat. Xo'p, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mana ishni rasmiy qismini yakunladik. Endi norasmiy qismiga o'tamiz, ilmiy munozaraga o'tamiz. Munozarani mana o'zim boshlab bermoqchiman. Faridaxon ilmiy seminarida bildirilgan barcha fikrlarni inobatga olganligiga biz yana bir bor ishonch hosil qildik. Chunki o'zining chiqishlarida, savol-javoblarga munosabatlarda ijobiy tomonlarini ko'rsata bildi. Bundan tashqari ish nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan ish. Nimaga? Chunki jamiyatda kelajak taraqqiyotini sog'lom turmush tarzisiz tasavvur qilolmaydi. Sog'lom turmush tarzi tushunchasi bu kompleks tushuncha. Uni bir necha aspektlari bor. Ana shuning uchun ham men qizimizni ishidagi eng diqqatga sazovor joylardan bittasini ta'kidlab o'tmoqchiman. U ham bo'lsa dissertatsiyada sistemli podxod, ya'ni tizimli yondashishga katta e'tibor qaratgan. Ana shu nuqtai nazardan ham ishda ilgari surilgan g'oyalar ham nazariy, ham amaliy, ham hayotiy ahamiyatga ega deb hisoblasak bo'ladi. Ana shularni hisobga olgan holda men ham yuqoridagi rasmiy opponentlar fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Ish tugallangan, Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi va boshqa ilmiy kengash a'zolarini ham qizimizni qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Marhamat, yana kimda so'z bo'lsa marhamat. Marhamat, falsafa fanlari doktori, professor Mamajon Rahmatjonovga so'z. Mani gaplarim malol emasligi uchun boshdan aytib qo'ying, men to'liq bildirgan takliflarni qo'llab-quvvatlayman. Qizimiz munosib ilmiy ish qildi. Bu bardavom bo'lsin. Faqatgina bitta narsaga e'tiborlayman. Ish boshqana o'zbekistonlar. Hamma shuni bir xil tushunsin deb o'zbekcha qildim. Bitta narsaga e'tiborlayman, qaratmoqchi.
bu dissertatsiyani mohiyatidan kelib chiqqani yo'q, berilgan savolga javobidan kelib chiqqan fikr bo'lib qoldi. Biz dunyoviy davlatda yashab, dunyoviy fan bilan shug'ullanyapmiz falsafa. Demak, yondashuvda ham falsafiy yondashuvda dunyoviy nuqtai nazardan, ilmiy nuqtai nazardan yondashishimiz kerak. Chunki konstitutsiyada yozib qo'ygan, dinga ishonadimi, ishonmaydimi, boshqa dinni vakilimi, millat vakilimi, boshqa jins vakilimi, hamma qonun oldida baravar deb yozib qo'ygan. O'shanda agarda mana bu yerda o'tirganimiz, bu yerdagilarga hammasi qat'iy bir pozitsiyada turgan odamlar, o'zini pozitsiyasini himoya qila oladigan, tushuntirib bera oladigan odamlar o'tiribdi, ularni adashtirishligi. Lekin keng jamoaning ichida oliy ta'lim muassasasida ishlayotgan odam agarda faqatgina islom to'g'risida gapiradigan bo'lsa, juda ham to'xtamas. Nechta din bor, uni nechta vakili bor, siz ichimizda ham. Xudoga ishonmaydigandan tortib boshqa dinni vakillar to'g'risida gapiradi. Men savol berayotganda ataylab shu yerga urg'u berdimki, musulmon etikasi nima? Diniy etika dedi. Hop, siz namoz dedingiz. Hristiyanlarda yo'q. Yahudiylarda yo'q. Hammalarda bor. Birorta din odamlarni yomonlikqa yetaklaydigan bo'lsa, u din odamlarni hech tarqamagan bo'ladi. Buning uchun birinchidan meni nazarimda hozir endi ko'ryapsiz, munosabat ko'rib o'zgaryapti. Nima deydi? Davlat o'tishini nima deydi? Sekularizatsiya bir mahallar bo'ldi, 70 yil davomida. Keyin mustaqillikka erishganimizda desekularizatsiya jarayoni bo'ldi. Mana endi hozir davlatimiz olib borayotgan ichki tashqi siyosatida din bilan dunyoni o'rtasidagi munosabatni juda ham chiroyli qilib belgilab berdi. O'shandan biz chiqmasligimiz kerak. Xolos deb qolamasak, shu sohada ishlaymiz. Мы выполняем социальный заказ нашей политики, нашей власти. Поэтому faqat bitta dinda olmaslik kerak. Hamma dinga, u dinlarga biz to'liq baho beradigan qobiliyatga ega emasmiz. Bu islom va xristianlik, uni o'zini mutaxassisi bor. Ular bizni falsafani unchalik bilmasligi mumkin. Biz ularni din sohasidagi ishlarni biz unchalik egallamaymiz. O'shuning uchun dissertatsiyada bu narsaga yaxshi yondashilgan. Lekin gapirishda, odamlar bilan gaplashishda tilarki, mana rus tilida gapirdingiz, birovni nimaga o'lcha gapiryapsan degani yo'q. İçimizde birorta xristian chiqsa nimagasan, boshqa din vakillarida o'tiribsan deganimiz yo'q, tanimasligimiz yetarli. Lekin alohida qilib bitta dinni ikkinchi dindan afzal qo'yadigan bo'lsak, bu siyosatga zararli. Davlat qo'yadi. Lekin ish maqtovga arzigulik rasmiy opponentlar ham ustozimiz ham aytgan gaplarga to'liq qo'shilaman va mana bu ishni davom ettirishdi. Bu to'xtab qolmaslik kerak. Это только ваш первый шаг и шаг испытательный. Так значит, это доказывает, что вы достойны и способны продолжить исследование этого вопроса. Я вам желаю успехов, поддерживаю предложение и призываю всех голосовать за защиту данной научной работы. Спасибо. Rahmat. Rahmat, yana kim so'zga chiqmoqchi? Rahmat, Nurmalijon Qur'onjonovich, siyosiy fanlar doktori, professor. Assalomu alaykum, yana bir bor universiteti kengash a'zolari mana tadqiqotchining chiqishini ko'rdik. Tadqiqotchi juda ham ilmiy rahbar bilan dolzarb masalani ko'targan. Mana e'tiborimni tortgan jihat, tadqiqotda sotsiologik so'rovnoma ham o'tkazilgan ekan, mana 19-betda turibdi. Va tanishish chiqishida savol berilyapti. Sog'lom turmush tarzini olib borishingizga nima xalaqit beradi degan savol berilyapti talaba yoshlarga. Va eng ko'p foiz olayotgan javob bu o'qish yoki ish bilan bog'liq vaqtdan keskin tashkil, ya'ni vaqt yetishmaydi. 60% beryapti. Bu demak dissertatsiyani amaliy ahamiyatga ega tomonlarni ko'rsatib beradi. Demak, yoshlarimiz hozir o'qish bilan ishni
bahona qilib sport bilan shug'ullanish, sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q deyapti. Lekin har bitta insonni o'ziga bog'liq. Har bitta inson agar sog'lom turmush tarzi, sog'lom bo'lmoqchi bo'lsa, albatta vaqt topadimi deyapti. İçtimai tarmoqlarda mana tahlillarga e'tiboringlar yo'q bo'lsa, kuniga 4 soat, 5 soatdan ijtimoiy tarmoqda o'tiribdi, lekin sport bilan shug'ullanayotgani yo'q. Mana ikkinchi ko'p ovoz olgan javob, ya'ni sharoitning yetarli emasligi. Sharoit yetarli hozir. Mana Namangan shahri misolida oladigan bo'lsak, oddiy mashq kanal atroflari hammasi piyoda yo'lak chizilgan yoki u Davlatobod tumanini oladigan bo'lsak ham, kanallar hamma atrofi piyoda yo'lak chizilgan, salomatlik yo'lakchalariga aylantirildi. Bu yoshlarimizni bugungi kunda sog'lom turmush tarzi degan masalaga ikkinchi darajada eshitib qarayotganiga natijasi deb o'ylayman. Bundan tashqari ishga amaliy ahamiyatli tomoni shundan iboratki, bugun sog'lom ovqatlanish masalasi. Yoshlarimiz hozir danga surib ketdi-da, uyda fast food, uyda chiroyli ovqat qilish o'rniga fast foodga shuni elektron onlayn buyurtma beradi. Bu tayyor, yarim tayyor mahsulotlar olib kelyapti, semirishga olib kelyapti, va hozirda qon bosimini oshishga olib kelyapti, asabga olib kelyapti. Demoqchi bo'lganim ish mana shunaqa muammolarni oldini olishga qaratilganligi ahamiyatli. Ustozlar fikrlariga to'liq qo'shilaman. Buni monografiya tarzida chiqarish kerak. Yoshlarimizga yetkazish kerak. Oliy ta'lim muassasalari yoshlar o'rtasida buni targ'ibotini qilishimiz kerak va tadqiqotchiga keyingi doktorlik dissertatsiyasida ham mana shu mavzuni kengroq yoritib, ustozlarning fikrlarini inovatga olgan holatda davom ettirishlarini istardim. Fursatdan foydalanib, ilmiy rahbar Rima Ramilовnani, tadqiqotchi Faridani bugungi muvaffaqiyatli ish bilan tabriklayman va kelgusida bu to'xtab qolmaslikni so'rab qolardim va barcha kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlash so'rayman. Rahmat. Yana so'zga chiqaman. Marhamat, falsafa fanlari doktor professor Bobodjon Sobirjonov. Endi biroz qo'ymasak bo'lmaydi. Avvalambor bugungi manimcha himoya juda bir o'ziga xos bir tadqiqotchilarni, rahbarlardan olingan natijalarni alohida ajrab turibdi. Men o'tgan seminar va himoyalarda ishtirok etganman. Men o'ylaymanki, falsafada haligi umumiylikdan xususiylikka o'tib borilyapti. Yangi bir o'ziga xos jihatlari, o'ziga xos falsafani maktablar shakllandi. Men o'ylaymanki, mana shu Namanganda birinchi o'sha bu fenomeni bo'yicha ish qilishganda men nima deydi, ko'p e'tirof etaman-da, qanday qilib falsafa shu nimani futbol falsafasini ochish mumkin deb nima deydi, lekin olib chiqqan masala haqiqatdan ijtimoiy ekanligi, bo'ldi. O'ziga xos o'rni borligi va uni tayida falsafiy mohiyati borligini ochib beradi. Men buni qattiq nima bilan aytyapmanki, Namanganda shu o'ziga xos maktab shakllandi. Mana yana bir bor tadqiqotchini ham tabriklayman. Olib chiqqan masalani qaysidir ma'noda juda ham ahamiyatli e'tibordan olib qo'ygan, e'tiborga sababi yoshligimizda olib chiqilgan masala profilaktika, bu juda katta ahamiyat. Sababi sog'lig'imiz bo'lmasa, bizning boyligimiz, erishgan yutuqlarimiz hech qanday ahamiyati yo'q. Bu hammasi sog'lom turmush tarzi bilan, sog'lom hayot bilan yoshlarimizni maqsadimiz birinchidan o'sha mamlakatimiz oldiga qo'ygan maqsad, ya'ni prezidentimiz o'zi bosh tashabbuslarni chiqarishi, sog'lom turmush tarziga o'tishi juda katta ahamiyat. Lekin mana Amerika prezidentini Tramp ko'radigan bo'lsak, hayotini bir golf maydonlarida o'tkazishi ham sog'lom turmush tarzini davlat rahbari sifatida targ'ib qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu uni demak haqiqatdan juda bir kerak, ahamiyatli targ'ib qilish kerak. Voy qizim, ketaverman sizni yoqtirmayman. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Buni endi targ'ib qilish kerak. Birinchidan o'zimiz bunga amal qiladigan bo'lsak, bu birinchidan kinofondimiz, umuman olganda barcha ijtimoiy sohaga, iqtisodiy, siyosiy sohaga ta'sirini ko'rsatadi. Sababi ko'rinmas bir latent holatga ega bo'lgan bir ahamiyatli bir masala deb o'ylayman. Men
Shuning uchun kengashimizni demak muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Sababi bu mayda davomiy etyapti. Hali bitta ikkita tadqiqot emas. Men o'tgan nimada biz Farg'onada tadbirkorlik bo'yicha mana 5 ta ish chiqdi. Men tadbirkorlik bo'yicha tadqiqot markazi ochish taklif qildim. Namanganda demak o'sha sport falsafasi bo'yicha tadqiqot markazi ochib, respublikada yetakchi bir ilmiy tadqiqot markazlaridan biriga aylanish imkoniyati bor. Sabab mana tadqiqotchilar bor, hozir 3-4 tadqiqotchi deyapman. Yana bir bor rahbariga, kengashimizga, tadqiqotchiga o'z demak minnatdorchilik, nima deydi, bugungi sarflagan vaqtimiz zoye ketmaganligini yana bir bor amin bo'ldik. Muvaffaqiyat tilayman va albatta qo'llab-quvvatlab kelgusi yutuqlarini ko'rishda bilan Ay topalanchi. Ay. Yıl sözü çoğuşuna bağlı. Ay. Hanımca yeterli ya. O Topalan qilmayotgan. oturup duruşunuz mümkün. Endi olmasa o işimizi devam ettirish uchun taklif edilyapti. Sanoq komissiyasini tasdiqladi. Qani qay qilishni bilasan? Professor G'aniyev, professor Mamatov, professor Markamovdan iborat. Marhamat, hop, ovozga qo'yaylik, tasdiqlab qo'yaylik. Hozirlar. Qattiqroq gapirganimga sirasi xafa bo'ldi-da. O bikralar. Demak, bir ovozdan tasdiqladik. Sanoq komissiyasi ishga kirishishi mumkin. Hop, endi bu dissertatsiyaning tasdiqiy belgilarini o'tsak, Allohjon Burxonjon. Nima deysiz? Marhamat. Tamam orada. Ertasiga aksi berdim. Dissertatsiya natijalarini xususiyati yo'tal tutyapti. Indinga tuzalsam kerak edi. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 5 kun, 4 kunda tuzaladi-da. O'zim birdaniga kelib bo'g'ib qo'ydim. Kechasi nafasam bo'lib. To'rtinchisi, dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqot bilan aloqador. Endi buni yo'tali ham bor deb tursam, ertamandan boshlab. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qanday miqyosda foydalanadi? 6-oxirgisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan Qorning ochib ketdimi? Foydalanish yuzasidan tavsiyalar. Ma'qul. Ovozga ko'p tasdiqlab Ertalab nimaga? Qarshilar Eshitirdingizmi? tasdiqladik. Endi bo'lmasa hop. Qaylan Norindan? Bugungacha Norinkapadan? Zorodan. bu qaror qismi to'g'risida fikr bildirmoqchiman. Nechida yotasiz? Qaror mana hammalarga tarqatilgan. Shuni asoschi qabul qilib qo'ysak, nima deysizlar? Ovozga qo'yamiz. Ertami? Erta. 8 do'qlar. Nevaralarim uxlamagan. Hisob komissiyasini Ama ertalab tutamiz endi. 4dan keyin uxlamaymiz. Söz Sanoq komissiyasi raisiga. Hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, tadqiqotchilar, Zoomda ishtirok etgan mehmonlar. Bugun 11-oktyabr 2025-yil mazkur kengashda Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi Ochilova Faridaxon Qudrat qizining 090004 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan
dissertatsiya muhokamasi yuzasidan quyidagi tarkibda sanoq komissiyasi tasdiqlandi. Ya'ni falsafalarning professori G'aniyev, falsafalarning professori Mamatov hamda professor Mahkamovlar belgilandi. Demak, 9 ta byulleten tarqatildi, bitta byulleten tarqatilmadi. Va quyidagicha natijada ovozlar belgilandi. Ya'ni yo'qlar 9 nafar, qarshi betaraflar yo'q. Ya'ni 100% bilan demak qo'llab-quvvatlab demak tadqiqotchini falsafalar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tavsiya qilindi. Hamda ixtisoslik bo'yicha 4 nafar fan doktori ishtirok etdi. Rahmat. Rahmat. Qarshilab qo'yamiz, rozilar, qarshilar, betaraflar. Demak, bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mana eng so'ngida o'sha ilmiy kengashni qarorini o'qib eshitiraman. Hop, talabgor Ochilova Faridaxon Qudrat qiziga 09/00/04 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasi berilsin degan qaror qabul qilyapmiz. Marhamat, tasdiqlab qo'yamiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Marhamat, endi so'nggi so'z tadqiqotchiga. Уважаемый председатель, член диссертационного совета, присутствующие, позвольте выразить свою огромную благодарность всем тем, кто принял участие в подготовке, представлении и публичной защите и обсуждении моей диссертации. В первую очередь, хотелось бы выразить огромную благодарность ректору Рамаданского государственного университета, доктору педагогических наук, профессору Киргизбаеву Абдугафору Каримджану за возможность защититься на этом совете. Слова благодарности хочу выразить в адрес председателя диссертационного совета, доктору политических наук, профессору Джураеву Рузумату Тасимовичу. Спасибо вам огромное за поддержку, за вот все этапы, то, что мы проходили, вы уделяли огромное внимание, давали очень ценные советы, рекомендации. Благодарю вас. Также выражаю благодарность председателю семинара, доктору философских наук, профессору Исмаилу Мухаммадихону Исраиловичу, а также секретарю Совета доктора философских наук, профессору Махкамову Подруджону Дулджановичу и секретарю семинара, доктору социологических наук Мухриддину Мухаммадаминовичу за ваше внимание, содействие на всех этапах подготовки и защиты диссертации. Разрешите выразить свою глубокую благодарность, конечно же, оппонентам нашим, профессору, доктору философских наук Назарову Насреддину Тапуловичу, доктору философских наук, профессору Курбановой Лоле Абдулхамидовне за высококвалифицированные и объективные отзывы, которые позволили выявить ряд недостатков, но в то же время дали очень глубокие Вы выделили очень глубокое значение моей диссертационной работы и очень положительную оценку нашей диссертации. И от всей души, конечно же, благодарю ведущую организацию Фергамский государственный университет, ее коллектив за внимание, оказанное нашей научной работе. Также выражаю искреннюю признательность всем членам диссертационного совета, профессорам Мамаджану Ахмаджановичу, Наримону Мухаджоновичу, Бахадырджану Садырджановичу и Абдулвахиду Хабибуллаеву за проявленное внимание к нашей работе, за содержательные замечания, ценные рекомендации и доброжелательные отношения в ходе обсуждения и защиты диссертации. И особые слова, глубокую признательность я, конечно же, хочу выразить своему научному руководителю, доктору педагогических наук, профессору Замилову Ирине Рамилевне. Ирина Рамилевна, огромное вам спасибо. Спасибо за ваше терпение. Каждый раз вы говорили: Очилова, ты все сможешь. Очилова не смеет. Благодаря этому я стою здесь сегодня. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, yopishdan oldin demak, kuni himoyamiz bor, 18-kuni seminarimiz bor, 22-kuni oxirgi himoyamiz bor. Ana shundan keyin biz yangi sovetga
Bütün qolgan ishlarni topshiramiz. Shularga axborot uchun qabul qilsaydi, qabul edi. Chekilish shartnomasini birinchi to'ldiramiz, qolganlar